Menini yavatımız Qiyna atamdan hazır. Zaten dadı degeni savasız koymağınlar zaten. Qiyna apam bilan bo'lgan bir ish bor deyman, dapirayta istayman. Anımız hikayet qilib qara. Qilib. Ayşulpa ikimiz tanışıp iş yedi demigen bir gün devde. Tanışıp hem de uçaklarda yan telefonlar yok. Üy telefonda alaka kılsan da. Şundan bir günü Ayşulpan'a demisem bulmaydıgan bir ciddi iş yok kaldı kara. Şundan bulanın öyünün telefonu biri 39-35, 175. Hazırgıcı jürgümde sakladık. Şuna vurdum. Vursam la Ayşulpa yiyip kalsa deydiğim devesem diyen arzu da hem de yaşlıkına emin ola düşünsün de vursam Qiyna apam aldı elip. Ve yakışımsız Ayşulpan bulmagan diyen tarakıt koyuyta etsem set okamısın deyip. Ya Turgan babamla uyma bu? Yok balam bu Turgan babamla uyamaz bu. Hoş dedi koyuvetti. 15 minut ötküzüp yanı vurdum. Hem de dikkat git vermedi bir devet diyen bu samaşı gep nedi. Vursam elip Qiyna apam aldı yani elip. Dedi. Yakışımsız bu Turgan babamla uyamaz mı? Canım balam bu Turgan babamla uy emas. Ahmet Jaman'ın uyu bu hoş dep yanı koyuvetti. Ha bu Ayşulpan bir çakarak sezip bir telefon kaytosu boladı bu dep. Yani bir 5 minut ötküzüp yanı vurdum. Vursam bilip. No hadi Turgan babamla uy emas mı bu? Bu çok katı Turgan babamla uy emas. Herkes Turgan babamla uy emas mı ha? Mümkün emas Turgan babamla uy emas mı? Hoş. Sezmeyi oturdu yani. Kepli bir kaytırı. Kandan bir demisem bulmaydı. Yani bir 3 minut ötküzüp vurdum. Bu Qiyna apam baş tılpını kışla oynaydı ayaldım. Yanımış apam elip. Dedi. Yakışımsız. Turgan babamla uy emas mı? Canım balam. Turgan babam atiyan somkisini isip çıkartken tek mektepten kelmeyi oturdu. Kızımı Turgan babamdan ensirep attı. Mesela çıkmakına kötü kapımsa. Ana hazır Turgan babam işke balını yetlep. Şundan hem de müştak kılıp bağlap gitey demekçi o. Şundan Peratkam ebeki tüyde. Şuna iştak kılıp nüfus tokşuma işler depti o. DVD taşlıp etti sorun dikile özünü. Buzulup ketken yumurunu biz iskip olduk da. Paratkamı kok etti. Ya balla. Ben sizlere başka bir yumur depreyim o ya. Dedi şuna. Velke loben meblağ sağan. Parat, Rozaxon. Sizlere yaman köp rahmet. 2 gün şunda kızıtıp bizning deylerini neçidey çıkıday çakçak qıpadыңlar. Bugün sizler üçün bir rahmet etip bir dasturxon silib olayli deb. Basak tılpın takak yatыңlar yok. Basaklı nenzigudu beruduklu bizge öyle dedinglar. Biz mi bulamı bizge neç gün çakçak qıqan ki bizim bir çakçak qoyaylı muştağa depla. Şonlarla jisenjilerlerle qilishib ketib qoldik. Ameliyatda bugün maksat dey chiqarish emas, muştağa qilib bir sizlarga tamoq yegizmoqchidik. Ama isil akıllarımızga ola. Oy deb inin keyindin içilib qoldik Peratkam ishkilan. Qaytqanda yana Paratkamga pul qo'shmadi. Manga yana pul qo'shib berib, shundaq chiroyli bizni ozoda izzat hurmatimiz bilan yo'lga sep qo'ydi. Uday shu 2007-yili chiqdi-ku Paratga. Peratkam mundaq o'tagan, meni mundaq dumsiga otib olgan, nashta qilib deyxallarni oldiga chopildi. Shu deyni chiqirib bo'lib, Urumchidan bu yoqqa surat yeyib bo'lib, nech joydan chiqdi-ku deydigan. Surat yeyib bo'lib, ming so'm dadam tulib turibdi. Ya balam, Rozaxon. 11 deyxon kirib bo'ldim, deyin chiqmabdi o'taga. Dada o tuxum emas, mayaqdan kirib layıqdan chiqaverdigan. Ashinchik oldiraydi-da mening tonilib ketishimga. Endi mushu fursatda ras tonilmak oson emas. Mashhad o'tagan ustoz sanatkor akalarimizning biz ekrandagi holatini bizga bergan güzel nafis sanatidan hozirlangan bilan bularning qanchalik jafo tortib, qanchalik mushkullarni yengib, bundaq cho'lpon bo'g'ini hamda normal holatda his qilib bo'lmaymiz. En ahırı deydiğim barlık tonulgan ustazlarım, yaxşı yolda tonulatkan barlık yerindaşlarım, hemminlaga men Rozaxondan o'tliq salam. Rahmet. Ha,
Rahmat ko'pchilik. Endi müşahede yana minnatdorlik so'zlarimizni deydiganga bir azroq vaqt ajrataylik. Shu Paridio milliard kulki sahnasining ro'yobga chiqishida bizningki Ro'zaxonning urug' tuqqanlari, bo'lib apidadlari, qiynatlari, uydagilar deymiz-ku qo'lchida ayolni. Ayoli, farzandlari, urug' tuqqanlari, ustozlar, barliq do'st-yaranlar shundoq yaxshi yordamda bo'ldiki, bu mehr muhabbatdan Ro'zaxon rostla bek ta'sirlandi. Hammamiz bek ta'sirlandik. Do'st birodarlarninki sadoqati, bularning mehr muhabbati, bulardagi yordam, qo'llash haqiqatan hammamizni intayin ta'sirlantirdi. Endi shu qo'llashlarning ichida bizning korxonchilarimizning qo'llashimi bizni intayin hayajonlantirdi. Ularga minnatdorligimizni bildiramiz. Masalan, Xinjiang Paridio savdo cheklik shirkati Parizat, chiroyli Parizat tojdorlikni ilib iqtisodiy jihatdagi g'amni sizlar qilmay, xotirjamalda asarni yaxshi bitiringlar deb maytisi urdi, shundaqku. Uningdan boshqa Xinjiang Faxriy savdo cheklik shirkatininki qurg'uvchisi Ro'zaxonninki eng yaqin qarindosh og'aynisi bo'lish sifati bilan ham bir yaxshi korxonchi bo'lish sifati bilan mushu milliard kulki sahnasini qo'llashda meningmi bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatim bor deb Ro'zaxonning ko'nglini to'q qildi. Xinjiang tashqin guruhimi Ro'zaxonning do'stlari bularlar emas. Mənmi Ro'zaxonning yaqini, mənmi Ro'zaxonning chaqchaqlarini, yumorlarini anglashni yaxshi ko'radigan yaxshi bir tomoshabin deb turib Mehmet Dursun inimi şundaq yaxşı qo'lladi. Mush qo'llashlardan minnatdormiz. Shularga vakil sifatida biz sevimli qizimiz Parizatni, Xinjiang Paridio savdo cheklik shirkatining qurg'uvchisi Parizat G'inini ishga qilib berishga taklif qilamiz. Qani marhamat. Salam, hürmetli ustozlar. Sizlerning oldinglarda men sahnaga chiqib gap qilishga tilim kuydi. Baya shunda tatish ketdik, men chiqmay sahnaga gap qilmay desam, mushta bir xizmat to'g'riliq chiqdigan olib qoldim. Kechirgaysizlar. Odamning ro'yatida bir sabab bo'lsa, tatqan jafosida ming hikmat bor deb Ro'zaxonninki baya bizga sahnada ortaq bəhrlənən şu özünün beşidən ötən capalarının bugün hikmetini görüp durubdimiz. Mən şunçilik hayacanlandım. Biz gerçi iqtisad cihatdan şundaq bir sahne yaratıb bəgən bilən Ro'zaxon yıllarca capa tatıb, məşq qılıb özününki beşidən ötən sərgüzəştlərini mana şundaq bir məzmunluq bizə sunubdu. Mənim ən söyünən yerim biz ota-anamızga mayli iqtisod jihatdan bo'lsin va yoki moddiy jihatdan ularni qondirib ekanmiz, ammo orzu armonlarini nihoyatda oz bir ro'yobga chiqara olayotganmiz. Ro'zaxon o'zi orqali Tudaxon dadimizni o'zining necha qalbiga ko'mgan san'atga bo'lgan ishtiyoqini mana shundoq bir ustozlarning oldida sahnaga chiqarganiga, sahnada namoyon qilgani meni bek hayajonlantirdi. Barliq sevimli ustozlar, sizlar aman bo'linglar. Teninglar salomat bo'lsin. Biz korxonchilar ham shu. Mayli faxriy, mayli tashqin, mayli Paridio ishlarimiz ro'naq tepib, texmi ko'p san'atkorlarga, texmi yaxshi bo'lgan sahnlarni yaratib berishga butun kuchimiz bilan tirishaylik. Rahmat Ro'za. Rahmat sizlarga. Rahmat Parizat, xush bo'ldim. Yaxshi qo'llab berdingiz. Yaxshi hamkorlashib berdingiz. Rahmat sizga. Parizatga, Xinjiang Paridio savdo cheklik shirkatiga, Xinjiang Faxriy savdo cheklik shirkatiga, Xinjiang tashqin guruhiga yana bir qitim chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. İste'molchilarning qo'llashi bilan biz taraqqiy qilyapmiz. Endi mana mushundaq shakllarda bizni qo'llagan iste'molchilarga rahmat aytib olsak, ularni kuldirib olsak, bizning harduqimiz chiqadi dedi korxonchilar. Ulardan suyundik. Teximiz zo'r muvaffaqiyat natijalar sizlarga yor bo'lg'ay. Rahmat sizlarga. Dilara Abdushukur, Ruqiya Dolqun, Sudiya Ay Mahmud mushahidalaringning hamman to'tadangning ko'ngil so'qisi. Naqshlari shundoq mo'da bo'lgan. Nayt iqtidorliq naqshchi
Abdusupur İsmail efendimi bugün alaydan Qashqardan kelib Ro'zaxonning sahnasida o'zimning naqsham orqali mushu madatimni ifodalayman dedi. Apirin aytimiz, alqishlarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Tirek marhamat. Köp rahmet. Rahmat. Sahne sana kaldı adaş. Salam, qadrli, söyümlik ustazlar, dostlar, yaxshimsizlar. Men shu Paridio milliard kulki sahnasida turib, sizlarning oldingizda bir naqsha aytish sharpiga erishganligimdan shunchalik xursand bo'ldim. Ro'zaxonga ko'p rahmat. Burun aytgan bir naqshamni elib keldim. Qani marhamat. Kuyuşkende ten kuyuşup muhabbetleşken ayrılmayımız mengüge deyip vade bir işken Kuyuşkende ten kuyuşup muhabbetleşken ayrılmayımız mengü geldi ve de bir isken sen muhamrak idin bana ben muhem sana lekin uzun arleşamay ayrılar buldu ayrılar buldum. Gittim sen kal bu şehirde. Gittim ayrılar buldum. Gittim Sabhatire muhabbetlik ötken şu günler çıkmaz hergiz isimden muğdaşkan günler Sabhatire muhabbetlik ötken şu günler çıkmaz hergiz isimden
geçen tünler. Gözlerde yaş semini uzatkan gece. Hicran bilen sebepsizler ayrılar buldu. Ay karangu, tün karangu, seni görelmedim. Lekin uzun adleşamay ayrı